Bu video murojaatim barcha Turkiya xalqlariga, xudo xohlasa va'da qilganimdek 15-aprelda 4 ta davlatga safar qilamiz va shu bayroqlarni o'sha davlatlardagi tog'larga joylashtiramiz. Bizani qo'llab turish uchun iloji bo'lsa bu videoni storiesga joylashtiring va o'zingizni bayrog'ingizni ko'rayotgan bo'lsangiz, shu videoni eng yaqin do'stingizga jo'natib qo'ying. Aytgancha, duo qilishingizdan chiqmasa, kuch birlikda. O'zbek, Qoraqalpoq, Qirg'iz, Qozoq, Turkmen barimiz bir tug'anmiz. Qo'llaysin degan umiddayman, bavrim. Birga buyuk terda bag'intiraylik. Turkiya, Ozarbayjon va tüm Turk xalqlari. Biz bir millatiz. Destiyunuzni bekliyorum. Tojikiston, Bigzor do'sti, muhabbati bashar. Bu videoni eng yaqin do'stingizga jo'natib qo'ying. Bunaqasi hali bo'lmagan. Olg'a O'zbekiston! Olg'a! Mustahkam xalqlar do'stligi challenge-ni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.